mavzumuz ism fe'l eklari. Geçen derste sizinle zarf fe'llari haqida konuştuk. Ya'ni zarf fe'llari bu o'zbek tilidagi ravish-toshga to'g'ri keladi dedik. Endi qarang, ism fe'l eklari o'zbek tilidagi qaysi bir hodisaga to'g'ri keladi. Uning qo'shimchalari turli xil o'sha shakllarda borligini o'zi ko'rib turibsiz va bu o'zbek tilidagi harakat nomiga to'g'ri keladi. Ya'ni bu harakat nomi fe'lning otga xoslangan shakli, ya'ni fe'l bilan otning o'rtasidagi so'z, u aynan fe'lni ham, aynan otni ham ifodalamaydi. Va bu qoida, ya'ni bu holat turk tilida ham mavjud. Xo'p, uni birinchi shaklini ko'ramiz. Fe'l plus mak. Demak, fe'lga undan keyin o'sha mak qo'shimchasini qo'shish orqali ham ism fe'l eklarini hosil qila olar ekanmiz. Masalan, ta'til yapmak insonni dinlantirir. Ya'ni ta'tilga chiqish, ya'ni insonni dam oldiradi, ya'ni tinchlantiradi degan ma'noda kelyapti. Ya'ni ta'tilga chiqishdagi o'sha yapmak o'sha fe'li, ya'ni bu yerda o'sha asosiy yap bo'ladigan bo'lsa va unga mak qo'shimchasini qo'shish orqali biz ism fe'l eklarini yasab o'tamiz. Va bu qo'shimchamizning ham ikki xil shakli bor, ya'ni mak yoda mek. Qalin unli bo'ladigan bo'lsa mak shaklini qo'llaymiz, inji unli bo'ladigan bo'lsa esa mek shaklini qo'llagan holda yasaymiz. Xo'p, keyingi so'zimizda esa bu yerda mak qo'shimchasini qo'shdik, bu yerda esa ma qo'shimchasini qo'shamiz. Masalan, evime yeni bir çalışma masasi aldım, ya'ni uyimga yangi bir o'sha mashq stoli oldim degan ma'noda keladi. Demak, qarang, bu yerda o'sha fe'ldan otga aylangan o'sha so'zimiz bor, ya'ni çalışmak fe'li bor edi va bu asos qilib oldik. O'sha chalish buni asos hisoblanadi va unga ma qo'shimchasini qo'shdik va u ism fe'l eklariga aylandi, ya'ni o'sha fe'lning otga xoslangan shakliga aylandi. Xo'p, endi esa faqatgina o'sha mak yoda men shakllari bilan emas va uni har bitta o'sha shaxsga moslab ham aytsak bo'ladi. Ya'ni men, sen, u, biz kabi o'sha shaxslarga ham moslangan holda yoziladigan shakli bor. Ya'ni bu yerda fe'l va fe'ldan keyin ma o'sha qo'shimchasi, ya'ni ism fe'l eklari qo'shimchasi va undan keyin elik eki, ya'ni o'sha egalik qo'shimchasi va kishi eki, ya'ni uni shaxsiga moslashtiruvchi qo'shimchalarni qo'llagan holda ham biz ism fe'l eklarini yasay olar ekanmiz. Masalan, sizin ishdan ayrilmangiz bizni cho'k uzdi. Demak, sizning o'sha ishdan ayrilishingiz bizni juda ham xafa qildi degan ma'noda kelyapti. Demak, bu o'sha shaxsga moslashtirilgan, ya'ni sizning bo'lganligi uchun va ayrilmangiz ham aynan o'sha sizning shaxsiga moslashtirilgan holda qo'llanilgan. Xo'p, demak, buni ham ajratadigan bo'lsak, ayril bu yerda o'sha asos bo'ladi, ya'ni o'sha ayrilmak, ya'ni ayrilmoq degan fe'ldan olingan va ma bu yerda ism fe'l eklari qo'shimchasi va nis uni kishi eki qo'shimchasi hisoblanadi, ya'ni uni shaxsiga moslashtiruvchi qo'shimcha ham hisoblanadi. Buni umumiy holda ham va uni shaxslarga moslashtirilgan holda ham qo'llay olar ekanmiz. Xo'p, keyingi shakli, demak, ism fe'l eklarini keyingi shaklida o'sha davom etamiz, ya'ni fe'l va fe'ldan keyin yesh va undan keyin iyilik eki. Demak, bu yerda ham ish yoda yesh o'sha qo'shimchalarini qo'llaymiz. Agar so'zimiz unli bilan tugaydigan bo'lsa, biz unga yesh qo'shimchasini qo'shamiz. Agar undosh bilan tugaydigan bo'lsa esa ish qo'shimchasini o'zini qo'shamiz. Xo'p, buni ham so'zlardagi unlilarga qarab to'rt xil shaklga ajratamiz. A yoki e bilan tugaydigan bo'lsa, ish yoda yesh shaklarini qo'llaymiz. E yoki i bilan tugaydigan bo'lsa, yesh yoda i shaklarini qo'llaymiz va u yoki u bilan tugaydigan bo'lsa, yush yoda u shaklarini qo'llaymiz va oxirgisi u yoki u bilan tugaydigan bo'lsa, yush yoda ush shakllarini qo'llagan holda biz ism fe'l eklarini yasar ekanmiz. Xo'p, aynan shu qo'shimcha o'zbek tilidagi rostdan o'sha harakat nomi qo'shimchasi bilan aynan bir xil shaklda va aynan bir xil ma'noda keladi. Ya'ni o'zbek tilida harakat nomi qo'shimchasi ish ma'nosini bersa, bu yerda ham ish qo'shimchasi orqali yasaladi. Xo'p, uni bakishlaridan hech ho'shlanmayman. Demak, o'sha o'zingiz o'sha ko'rganingizdek bakishlaridan fe'li bu yerda ism fe'l eklari yordamida yasalgan. Ya'ni uni qarashlarini yoqtirmayman degan ma'noda kelyapti. Xo'p, demak, so'zimizni asos va qo'shimchalarga ajratadigan bo'lsak, bakmak, ya'ni qaramoq o'sha fe'li bu yerda asosiy qism vazifani bajaryapti va bak bu yerda asosi, mana bu ish esa ism fe'l eklari hisoblanadi. Ya'ni qarang, bu yerda kalin a bilan tugaganligi uchun qo'shimchaning ham aynan ish shaklini qo'lladik. Bakish bo'ldi va undan keyin lar o'sha ko'plik shakllari va undan keyin esa kelishik qo'shimchasini qo'llar ekanmiz. Ya'ni boqishlardan aynan o'sha u deganimiz uchun esa o'rtada bitta n ni orttirib talaffuz qilamiz. Xo'p, endi esa
fil plus ma plus iyelik eki va belirtma eki shakllarini qo'llagan holda ham biz ism fe'l eklarini yasay olar ekanmiz. Ya'ni bu yerda qarang, fe'ldan keyin o'sha ma qo'shimchasini qo'shamiz, undan keyin iyelik eki, ya'ni egalik qo'shimchasi yoki uni shaxsiga moslashtiruvchi qo'shimchani qo'shamiz va undan keyin belirtma eki, ya'ni belirtma eki qo'shimchasini qo'shamiz. Belirtma eki qo'shimchasi bu o'zbek tilidagi tushum kelishiga qo'shimchasiga to'g'ri keladi, ya'ni ikkitasi ham ayni bir ma'noni qo'llaniladi. Hop, annem bana odamni to'pla dedi. Annem bana odamni to'plamamni so'yladi. Hop, demak qarang, o'zbek tilida ham ayni shu qoida mavjud. Ya'ni buni ism fe'l eklari, ya'ni o'sha harakat nomi sifatida qo'llanilmaydi, lekin ma'lum bir o'sha qismlarga bo'lingan holda o'rganiladi. Ya'ni ko'chirma gap va muallif gapi shakllarida qo'llaniladi. Birovning aynan o'sha keltirgan gapini o'sha o'ziniki qilib aytish bu ko'chirma gap hisoblanadi. Muallif gapi esa dedi kabi o'sha so'zlar orqali yasaladi. Ya'ni muallifning o'zini gapi bu muallif gapi hisoblanadi. Hop, hozirgi qoidamiz ham ayni shunga to'g'ri keladi. Ya'ni bu yerda ko'chirma gapni o'zlashtirma gapga aylantirgan holda qo'llashni o'rganar ekanmiz. Demak, bu yerda ko'chirma gap bor va uni xuddi o'zimiz aytayotgandek qilib va o'zimiz eshitgandek qilib o'sha so'rashimiz uchun mana shu qo'shimchalardan foydalangan holda yasar ekanmiz. Ya'ni annem bana odamni to'pla dedi. Xo'p, siz bilan jo'nalish kelishiga qo'shimchasini o'tganimizda uni ham ikki xil shakli borligini o'tgan edik. Ya'ni a yoda e shaklarini o'tgandek, u ham so'zdagi o'sha unlilarni aynan ikki xil turiga qarab to'rt xil shaklda emas, faqatgina ikki xil shaklda qo'llaniladi. Agar so'zimizdagi unlilari hammasi kalon bo'ladigan bo'lsa, biz unga a qo'shimchasini qo'shamiz va ng bo'ladigan bo'lsa esa e qo'shimchasini qo'shar edik. Lekin ba'zi bir istisno so'zlarimizni ham ko'rib o'tgan edik. Ya'ni ban, men so'ziga bu so'zimiz o'sha bir bo'g'indan tarkib topgan va undagi unlimiz ng bo'lganligi uchun unga ng bilan boshlanuvchi qo'shimcha qo'shishimiz kerak edi. Lekin istisno sifatida men, sen va u so'zlarimizga kalon bilan o'sha boshlanuvchi qo'shimchani qo'shamiz va uni tarkibidagi birinchi bo'g'indagi unli ham o'zining kalon juftiga almashadi. Masalan, banga o'sha a qo'shimchasini qo'shadigan bo'lsak, bana bo'ladi. Yoda sen o'sha so'zimizga e qo'shimchasini qo'shadigan bo'lsak, sana va o'ga o'sha a qo'shimchasini qo'shadigan bo'lsak, xuddi o'zbek tilidagi kabi o'ga gani qo'shadigan bo'lsak, o'rtada bitta n ortgani kabi turk tilida ham xuddi shunaqa o'rtada bitta n ortadi. Ya'ni o'ga deydigan bo'lsak, bu yerda ham o'ga a qo'shimchasi qo'shilganda ona, ya'ni o'rtada bitta n ni orttirib talaffuz qilar ekanmiz. Xo'p, endi mana shu qoida bo'yicha o'sha so'zimizni qismlarga ajratib olamiz. Ya'ni annem bana odamni to'plamamni so'yladi. Ya'ni bu yerda o'sha asosi to'pla, ya'ni o'sha yig'ishtir degan, to'plamak degan o'sha fe'limiz yig'ishtirmoq degan ma'noda qo'llaniladi. To'pla bu yerda o'sha asosi hisoblanadi. Mana bu yerdagi o'sha bu yerda ham qo'llangan va to'plamam uni shaxsiga moslashtiruvchi qo'shimcha hisoblanadi. Agar o'sha men bo'lganligi uchun to'plamam bo'lyapti. Agar sen bo'ladigan bo'lsa to'plaman, u bo'ladigan bo'lsa to'plamasi, biz bo'ladigan bo'lsa to'plamamiz, siz bo'ladigan bo'lsa to'plamamiz va ular bo'ladigan bo'lsa to'plamalari shakllarida qo'llaniladi. Ya'ni har bitta uni shaxsiga o'sha moslab chiqadigan o'sha qo'shimchalarimiz bor. Va undan keyin esa belirtma eki shaklini qo'llab o'tar ekanmiz. Biz siz bilan belirtma ekini ham o'tganimizda uni ham to'rt xil shakli borligi haqida gaplashgan edik. Ya'ni i, u va u shakllari bor edi va unda ham o'sha asosiy bir qoidamiz saqlanib qolgan. Ya'ni unli bilan tugaydigan so'zlarimiz bor. Bu qo'shimchamiz ham unli bilan boshlanadigan qo'shimcha hisoblanadi. Shuning uchun ham aynan o'sha holatlarda, ya'ni unli bilan tugagan so'zlarga qo'shilganda bu o'rtada bitta yeni orttirib talaffuz qilar edik. Ya'ni masalan, massa so'zimiz bor, ya'ni massa degani bu stol degan. Agar stolni deydigan bo'lsak, u unli bilan tugayapti. Biz unga yana ni qo'sha olmaymiz yoki ni qo'sha olmaymiz. O'shaning uchun ham o'rtada bitta yeni orttirgan holda massaye kabi holida talaffuz qilamiz. Masalan, massa va unga ye qo'shimchasini qo'shamiz, chunki unli bilan tugayapti va massaye shakli hosil bo'ladi. Hech qachon o'sha bunga ni o'zini qo'llamas ekanmiz. Xo'p, demak asosiy o'sha
bizni o'sha o'tgan mavzumiz ism fe'l eklari, ya'ni harakat nomi shakllari edi va uni quyidagi o'sha shakllarni ko'rib o'tdik. Mak, ya'ni nimadir qilish deydigan bo'lsak, hop, mak qo'shimchasi ham, ma qo'shimchasi ham va ish qo'shimchasi ham ayni bitta ma'noda qo'llaniladigan qo'shimchalar hisoblanadi. Xohlasangiz o'sha fe'llardan keyin mak qo'shimchasini yoki ish qo'shimchasini qolgan o'sha vaziyatlarga qarab foydalanish mumkin. Xo'p, keyingisi ma, bu o'sha asosan o'sha fe'llarga qo'shiladi va uni otga aylantiradi. Masalan, o'sha mashq stolini oldim deydigan bo'lsak, bu yerda o'sha asosi chalish, ya'ni fe'l bo'lgan va unga ma qo'shimchasini qo'shish orqali uni otga aylantirdik. Xo'p, keyingisi esa xuddi aynan o'sha ma qo'shimchasi yordamida yasaladi va uni turli xil o'sha shaxslarga ajratgan holda o'rganishimiz mumkin. Ya'ni sen o'sha nimadir qilishing yoki uni nimadir qilishi, ularning nimadir qilishlari deydigan bo'lsak, ilik ikki shakllardan foydalanar ekanmiz va oxirgisi o'sha ish shakli esa xuddi o'zbek tilidagi ish qo'shimchasi bilan ayni bir holda keladi, ya'ni ayni bir ma'noni ifodalaydi. Shakliy tomondan ham, ma'naviy tomondan ham bir xil shaklga ega. Va oxirgi mavzuyimiz esa ko'chirma gapni o'zlashtirma gapga aylantirish, ya'ni ko'chirilgan gap, ya'ni birovning gapini shundoq o'sha keltirib gapirilyapti, lekin biz uni o'zlashtirma xuddi o'zimiz gapirgandek qilib olyapmiz. Demak, sizga o'sha vazifa yuqorida turgan yozgan fe'llarimiz bor, ya'ni har bitta o'sha harakat nomiga yozgan fe'llarimiz yoki misollarimiz bor va ularni siz ilk o'nja ko'chirma gap holida yozasiz, ya'ni ko'chirma gapga aylantirasiz va aynan o'sha ko'chirma gapga aylantirgan fe'llaringizni yana xuddi o'zingiznikiga qilib o'zlashtirma gapga ham aylantirib chiqasiz.